Hammaga assalomu alaykum. Baraka uz kanali ashaddiy muxlislari e'tiborlanganimiz 2026-yil 31-yanvar deb adashib ketishim mumkin-da akalar. 1-fevral sanasida biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Qoratepa qishlog'idamiz akalar. Arentir shu Qo'qon shahardan chiqib, aeroportga chiqib, shunday aeroportdan Oqchangal tarafga, shu nima tarafga yurasiz? Og'inboq tarafga, yo'lni bo'yida Qoratepa qishlog'i yoki o'sha Afg'onboq tarafdan chiqib shu aeroport tarafga, xullas aeroport bilan Afg'onboq o'rtasida Qoratepa qishlog'idamiz akalar. Xullas sotlaydigan uch bosh katta buqamiz bor akalar. Xullas go'shtga ham to'g'ri kelaveradi. Mana o'sha mana o'sha polvon Ferdinand deymiz akalar, bu buqani. Polvon katta mollar akalar. Xullas rossiyskiy buqalarimiz bor. Uch bosh dehqon akamiz ham pul kerak sotyapman uka deydi. O'shaning uchun ishqibozlar aloqaga chiqasizlar. Aka, bularni qanchadan beramiz endi? Yo, endi narxni bilmasa nima qilmaydi-da. Primerni mo'ljalni. Ya, telefon qilsan, kelib ko'rsin ha. Kelib ko'rsin, mana shu yerga kelishib berilaveradi. Endi dehqon odam narxni bilmayman deyapti. Menga mo'ljallab beraman, men o'zimcha molni bunchaga bo'ladi deb narx qo'yib berolmayman. Otang bozor, inang bozor deganda kelasizlar, ko'lasizlar, kelishib olaverasizlar. Taroziga ham beraverasiz aka. Xohlasa kelishib taroziga ham olaveradi. Akalar, ma'qul kelsa taroziga ham chiroyli qilib kelishtirib beraveraman deyapti. Aloqa uchun telefon nomerimiz. Molni qarang ketdi. Hazil narsa emas, rossiyskiy buqa. Bo'yi aka shu 1.50 tepasida, 1.60 ham chiqsa. Ammo oyoq qo'li baquvvat. Istagan tuyoq, hali tuyoqlari o'smagan. Yoshda, maza qilib boqasiz ekan. O'zi ham bu mollar shu 700 kilo, 700 kilodan oshigan bo'ladi. Katta molda boqasiz, mana maza qilib baraka topasiz. Bunisi ham zo'r narsaga. Xullas tuyoqlari ham o'smagan hali, zo'r narsalar. Ko'ngilli to'q aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Qoratepa qishlog'ida. Taroziga ham kelishaveramiz deyapti. Aloqa uchun telefon nomerimiz 95lik 023 3300 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.